Germaniyalik sovushga o'xshab taylagan ovqatingizni yevroda pul olganmisizlar? Buni faqat hech kimga yetmaydi. Gap desa qop, ish desa Samarqanddan top. Ish bilganga 1 tanga, gap bilganga 1000 tanga. 2 bo'lak baton nonimizni sutga o'tib, yaxshilab siqib olamiz. Idishimizga 600 gramm qiyma, 2 qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, bitta tuxum va 1 osh qoshiqda panirojniy suxari va tuz, zira, pripravlarimizni solib, qiymamizni yaxshilab aralashtirib, xuddi shu ko'rinishga keltirib olamiz. Ana endi strichimizni olib, qiymamizni o'rtasiga joylashtirib olib, xuddi shu ko'rinishda yoyib, mozzarella sirlarimizni joylashtirib, kotletlarimizni xuddi shu shaklga keltirib olamiz va morozilkaga 1 soatga jo'natamiz. Ungacha svetofor bolgarskiy va baqlajonlarimizni pripravalar bilan zagotovka qilib tayyorlab qo'yamiz. Bor kulinga. Ungacha kartoshkalarimizni 15 daqiqada qaynab turgan suvda pishirib olamiz. Tuz, qizil paprika, petersilinimizni va olivkovoy masalalarimizni aralashtirib olib, duxovkaga 15 minutga jo'natib olamiz. Ana endi kotletlarimizni birin-ketinlikda oldi orqasini barbekyu ko'rinishida qo'rib olamiz va sabzavotlarimizni ham yengil aylantirib, duxovkaga 15-20 minutga jo'natamiz. Ishoninglar, bu taomni xo'jayininglar ishdan kelganlaridan keyin dasturxonga tortsanglar bormi, naqd 30 yevroni qo'lga kiritasizlar. Biz ishdan keldik. Bu meni uyim. Tushundingmi? Men hozir uyimga kiraman. Osh-ovqatimni yeyman. Televizor ko'raman, uxlayman.